Bu videoni o'tkazib yubormang, chunki hamyurtimiz Abbosbek Fayzullayev haqida muhim xabarlarni bilib olishingiz mumkin. Assalomu alaykum aziz obunachilar. Bugungi dasturimizda Abbosbek Fayzullayev haqida muhim xabarlarni ko'rib chiqamiz. Abbosbek Fayzullayev 2003-yil 3-oktyabrda tavallud topgan. U dastlab Paxtakor klubining akademiyasida o'ynagan. Keyinchalik 2021-yilda u asosiy tarkibda tushirilgan. Va u 2023-yildan boshlab CSKA Moskva klubida to'p surishni boshlagan va Rossiya kubogini qo'lga kiritgan. Va bundan keyin Abbosbek Fayzullayev Istanbul Başakşehir futbol klubiga qo'shildi. Abbosning bu transferi 2025-yilning top transferlar sirasiga kiritildi. Hozirda Abbosbek Fayzullayev Istanbul Başakşehirda to'p surmoqda va asosiy tarkibda ham o'z o'rnini topib bo'ldi. Hamyurtimizga 2026-yilda bundan ham yaxshiroq natijalarga erishishini tilab qolamiz.